Dunyoda juda ham ko'p qilgan ishlarimiz bor. Xudo yetqazsin hammasini qilishga o'sib qo'yaylik. Salarjiyan. Isming kim sen? Abdumalik. Abdulmalik. Malik. Surxondaryodan bilaman. Qayerdansan? Sho'rchidan. Sho'rchidan. Nima kasal bilan kelding? Aytib ber uyalmasdan. Menda grija bor edi. Grija bor edi. Keyin semizlik bor edi. Semizlik bor edi. Qanaqadir mastopatiyami, nasib bo'lganman deb aytuvding, ha? Bezitda. Bo'ldi. Endi qara, bu kim orqali keldik bu Qobulga o'sha kobra zahar bilan davolaydigan? Men YouTube'da ko'rdim. YouTube'da ko'rib kelgansizlar. Instagram, YouTube'da ko'rib. Xo'p, og'riqlar qanaqa edi? Qanaqa yurarding kelganingda? Hozir qanaqa? O'zgarish bormi, yo'qmi? Og'riq juda kuchli edi. Og'riq kuchli bo'lgan. Keyin kechasi ham uyqu yo'q edi deyarli. Kechasi uyqu bo'lmagan. Aha. Keyin davulni ko'tarilardi. Davulni ko'tarilgan. Keyin qisib turardim ondan so'ng o'g'ri bo'lganda mana shu yerlarni. Demak, jo'ra seni ichida ishkal kasallik ko'p ekan. Bir kurs lechining o'zida ham qandaydir o'zgarish bo'ldimi? Davuldan ko'tarilib, vez taylab. Vez ham tashladingmi kamiga? Vez tashlagan bo'lsang, demak, ularning zahari xolesterinni parchalab, odamning vezini ham yo'qotishga, demak, kuchi yetarmikan? Yutiga necha kilo sir bo'lmasa vez tashlading shu bir oy ichida? 14 kilo. 14 kilo, to'g'rimi? Hozir og'riq qayerlarda qolgan? Hozir faqat shu tizzamining shu yerda qoldi-da. Aha. Hali bir kurs hali. Bu ikkita uchta kurs olganing yo'q. Chunki ichidan tashlaganing bilinib turibdi-ku, yuzlarini osilib qoldi nimasi. Jiyan, sir bo'lmasa bu erkaklarda mana bu mastliklarni zo'r davolaydi bu dori. Bunga gap bo'lishi mumkin emas. Ayollarda juda ko'p davolaymiz. Men bilinmay ketdi-da, deyarli. Jiyan, ularningki 7 kishiga o'xshab berish. Shunday. Qanday o'zi? Mashq ham qildim, zalga ham doktorlarga borib davolanib ko'rganmisan hozir? Borganman. Masalan, ko'proq qaysi vrachga, nevropatologga borganmisan, travmatologga? Nevropatologga ko'p borganman. Keyin zub bo'yicha mana ko'p borganman. Gormonal narushining borda davolangansan. Jo'rat bitta gapda qaysidan bir yaxshi foyda ko'rding? Shu yerda yaxshi. Yo'q, o'sha doktorlardan foyda ko'rmadingmi deyman? Yo'q. Endokrinologga borgansan, nevropatologga borgansan. Faqat ular shu og'riq qoldiruvchi dori. Aha. Gormonal tabiiy. Gormonal, testosteron tushirgan. Necha yildan beri kasal bilan sen shug'ullanyapsan? 3 yillar bo'ldi-da, 3 yildan beri shug'ullanayapsan. Grijaga 2 yil bo'ldi, o'g'il 3 yil bo'ldi. Demak, jo'ra bu narsalarni men yozyapman, kelajak avlodda bir kimdir yoshlar doktor bo'lsa, qanaqadir kasallarni davolash uchun bir material izlasa, mana shu materiallar juda qolib ketish kerak, tushunsanmi? Shunday. Sen bilan mening qilayotgan ishimiz bizning praktikamiz orqali ular o'rganadi-da, kelajakda bu dorilarni yana ishlatadi. Shunaqasi ham hamma ximikatdan bezor ko'jura. Adamlar sizga sog'lik, Alloh shifoga bersin. Sizga ham rahmat. Shunday ko'rishaylik, ikkinchi boshlaymiz.